Samolyotda ekskursiyamizga Farg'ona shahar 13-maktab o'quvchilari kelishgan. Ketdik. Ko'pgina taassurotlarni olib, maza qilib samolyotda uchib, aeroportda ekskursiya qilib qaytishadi. Kim maza qilmadi? Men maza qildim. Bu samolyotning nomi Airbus 330. 350 ta odam sig'adi. В маленьком мы сидели 12, а там 350 человек. Да. Bolalar maza qildingmi? Yana kelamizmi? Nargiz opa, sizga ham katta rahmat. Shu bolalarga vaqtingizni ajratib, shular kelajagiga qiziqishini qo'llab-quvvatlab, erinmay vaqtingizni ajratganingiz uchun. Bemalol maktablarda olib kelinglar. Hozir maktablar uchun alohida chegirmamiz bor. Kelib bolalarda aviatsiyaga qiziqishini yana mustahkamlab ketasizlar.